Shok xabar: Gvardiola tarixdagi eng zo'r murabbiy nomi haqida ochiq gapirdi. Jahon futbolining zamonaviy yo'nalishini belgilab berayotgan Xosep Gvardiola o'zini o'zi ustoz deb bilmaydi. Uning fikricha, futbol tarixidagi eng kuchli murabbiy inglizlar afsonasi Ser Aleks Fergyusondir. Manchester City'ni 2016-yildan beri boshqarib kelayotgan ispaniyalik mutaxassis yaqinda o'z intervyusida Ser Aleksander Fergyuson futbol tarixidagi birinchi raqamli murabbiy, u butun sohasida o'zgarish va dinamikani yaratishda ham birinchi bo'lgan deya fikr bildirdi. Haqiqatdan ham Ser Aleks Fergyuson nomi nafaqat Angliya, balki butun futbol olamida cheksiz hurmatga sazovor va 86-yildan 2013-yillar oralig'ida Manchester Unitedda ishlab, Old Traffordni Angliya va Yevropa futbolining eng nufuzli qasriga aylantirgan edi. Shu bilan yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Gvardiola uning shogirdlariga omad tilagan holda o'z videorolikimizni yakunladik. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va videorolikimizga like